Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, vatandoshlar. Mana bugungi sanamiz 7-iyun sanasi bo'ldi, 2025-yil. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani. Holatda uzumlar holati. Men bog'imda bitta nimani kuzatdim. Rang kirishni boshlabdi mana. Go'zal qora deb bergandi bu navni Surxondaryolik bitta o'rtog'im. Juda ertaki navga o'xshardi. Bu yilgi hosillari rang kirishni boshlabdi. Hali 7-iyun sanasida bunaqa holatni men kuzatmagandim shu kungacha. Go'zal qora uzum ekan bu. Hali yosh ko'chat, mana ko'chatdagi nishona hosil. Yana 10 kunlarda tayyor bo'lib qolsa kerak bu. Pishib.